Men ham sizga bir qadimiy rivoyatni aytib beray. Xulosasini keyin o'zingiz chiqarib olasiz. Qani eshitaylik. Ko'zi ko'r bir odam hassasini do'qillatib qayoqqadir ketayotgan ekan, favqulodda oldidan katta bir ariq chiqib qoldi. Hali ko'r nima qilarini bilmay boshi garang bo'lib turgan ekan, kimdir unga qo'l uzatibdi. Haligi ko'r notanishni qo'lini ushlab qarasa, bashmaldog'ini suyagi yo'qmish. Ko'r uni Xizrligini bilibdi-da, mahkam unga yopishib oldi. Qo'lini qo'yib yubormabdi. Shunda Xizr unga yuzlanib, "Ey bechora ko'r, ko'zing ojiz ekan. Tilagingni Xudodan so'rab beray, ko'zing ochiladi. Yorug' dunyoni, quyoshni, osmonni, qizlar jamoli-yu go'daklar xandasini ko'radigan bo'lasan. İltijoying bormi?" debdi. Shunda ko'r, "Ha, Xizr, iltijoyim bor. Faqat bitta iltijo, umrim bo'yi orzu qilib yurgan iltijo, Xudodan so'rab ber. Bu dunyoda hamma ko'r bo'lsin", debdi.